Assalomu alaykum. Koreyada nima gap ko'rsatuvi mehmoni bugun Business Lady judayam go'zal, latofatli Andijondan Zilola qiz keldilar. Zilola qiz, assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Siz har doim sizni man Koreyada ko'raman. O'zbekistonda hech ko'rishmagan ekanmiz a? Shu O'zbekistonda ko'rishmaganmiz. Koreyada tanishganmiz. Koreyada tanishganmiz, Koreyada ko'rishganmiz. Zilolaxon, o'zingiz haqingizda ozgina tanishtirib yuboring. Men sizni Instagramdan ham ko'p ko'raman va o'tgan safar Xurshida kosmetolog bilan ham videolar qildilar. Shunaqangi havas qildim, men ham dedim bu Zilola qiz bilan video qilaman dedim. Nasib ekan. Nasib ekan. Assalom. Avvalo taklif uchun rahmat, Dilara opa. Sog' bo'ling. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'zi aslida kasbim Dilara opa o'qituvchi. Yo. O'qituvchiman. Ha. Yana fizika matematikadan, aniq fandan. O'qituvchiman, lekin o'qituvchiligimni ham tashlamaganman. Ishonsangiz, hozir 5 ta 6 ta kasbim bo'lsa, o'qituvchilikni ham tashlamaganman. Kosmetolog bo'lsam ham, chunki kasbimni yaxshi ko'raman. O'qituvchilikka juda ham mehrim baland. Haftada bir marta maktabga borib dars o'tib kelaman. Juda kam odam biladi. Yo. Shunaqa maktabda ham dars o'taman, lekin o'zi kosmetologman. Kosmetolog bo'lishimga sabab 2019-yil Koreyaga kelganimda kosmetika vositalarini O'zbekistonga olib borganman. Ishlatganman, qarasam, xo'jayin nima aytgan, kosmetika sotyapmizmi? Bu kosmetikani kimgadir berishdan oldin uni yuzini yaxshi o'rganish kerak, yuz anatomiyasini bilish kerak, bilmasdan turib hech qanaqa kosmetika tavsiya qilmang degan. Shuning uchun Koreyada, O'zbekistonda, Qirg'izistonda o'qiganman, Rossiyada, Yekaterinburgda kosmetologiyani o'qiganman. O'qib, malaka oshirib, mana hozir 2019-yildan beri kosmetolog bo'lib ishlayman. Lekin o'zim hobbim desam ham bo'ladi, kelinlarni obraz yaratish, vizajistlikka qiziqaman. Vizajistlikka ham o'qiganman va kelinlarni chiroyli obraz yaratib berishni xohlayman. Hozirgi kunda u darajada kelinlarga vaqtim bo'lmayapti, lekin vizajistlik ham kasbim. Bu narsani ham yo'lga qo'yganman, vizajistlikda. Shuning uchun Andijonda eng katta JTM salonni ochganman. Kelinlar libosi. Kelinlar libosi saloni hisoblanadi. U yerda ayollarimiz uchun, bu majmuamizda ayollarimiz uchun hamma narsa bor. Bitta katta majmua. Bu yerga kirganda kosmetologiya bor, go'zallik saloni, manikyur, pedikyur, ayollar kiyimlari, eng asosiysi kelin ko'ylaklar. Yo, men kelin ko'ylaklar rosa yaxshi ko'raman. JTM brendiga Andijonda men asos solganman. Boshqa hamma viloyatda JTM brendi 12 ta viloyatda filial ochgan. Filial ochgan. Bu brend Andijonda bitta menda. Bitta men olganman. Hozir bu O'zbekistonda brendimi bu hozir? Ha, O'zbekistonda brendi, lekin chetdan liboslar olib kelinadi. Eng premium klassdagi ko'ylaklar chiqariladi. Hozirda 40 ta filiali bor. JTMda 40 ta filiali bor. Boshqa qo'shni davlatlarda ham, O'zbekiston bo'ylab 40 ta filial bor. Andijonda bitta menda. Shuning uchun kelin ko'ylaklar sohasi bo'yicha hozirgi kunda ko'proq ishlayapman. Bu biznesimni Koreyaga olib kirmoqchi bo'ldim va o'tgan yilgidan boshlab bu narsani Koreyaga olib kirdim. Sababi bizda bilasiz, o'zbek qizlarimiz o'qiydi, ko'p bu yerda qolib ketganlar bo'ladi yoki turmushga chiqayotganlar bo'ladi, O'zbekistonga bormasdan shu yerda to'y qilayotganlar bo'ladi-yu. Shularda taklif bo'ldi. Bizda o'zbeklarda ko'proq hijobli qizlar bo'ladi, ro'molli qizlar bo'ladi. Zilola opa, Koreyaga ham ro'molli qizlarga mos ko'ylak olib kelib bering. Shunaqa ko'ylaklar qiling dedi. Keyin Koreyani meykapi bizni kelinlarimizga unchalik tushmaydi. Unchalik to'g'ri kelmaydi. Bizda sal bo'rtibroq qilishadi kelinlarga. Shunaqa takliflar bo'ldi o'tgan yilgidan boshlab. Bu yerda to'y bo'ladigan qizlarimiz uchun JTM brendidagi eng yaxshi ko'ylaklarni Koreyaga ham olib kelib, meykap makiyajni ham qilib berishni yo'lga qo'ydim. Va birorta to'y bo'ldimi? Videosini tashlab berasiz? Tashlab beraman. Har kelganimda o'sha kelinlar hatto to'yini meni kelishimga mo'ljallab turadi. Men har 3 oyda kelaman Koreyaga. Shu sizni kelishingizga to'yimizni mo'ljallab turamiz. O'sha kuni qilasiz deydi. Boraman, ertalab ular makiyajini qilaman, libosini kiyaman. Liboslarni o'zim bilan olib kelaman. Mana u libosni tanlab berishadi, keyin olib kelaman. Bu narsani Koreyaga qilishimdan maqsad shu, juda ko'p qizlarning talabi bo'ldi, iltimosi bo'ldi. Bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydigan ko'ylaklar Koreyadan topisha olmadi. Bor endi ko'proq ochiq, boshqacharoq stilda bo'ldi. Shuning uchun shu brendni Koreyaga ham olib kirdim. O'tgan yildan boshlab bu faoliyatimni yo'lga qo'ydim. Xudo xohlasa, maqsadim go'zallik salonini ham shu Koreyada ochmoqchiman.
Qizlarjonlar, eshitdinglarmi? Mana Zilolaxon sizlarni Janubiy Koreyada chiroyli kelin qilib beradilar. Eng asal, eng oldi. Koreyaning eng chiroyli kelinlari bo'lasizlar ekan. To'ylari bo'layotgan. Voy, juda xursand bo'lib ketdim. Koreyada ham zo'r-zo'r to'ylar qilamiz ekanda unda Zilolaxon. O'zbekni to'ylarini Koreyaga ham olib kelib, Ana. milliylik liboslarimizni ham shu Koreyaga olib kelib, ansambullarni kelinlarga olib kelib berishni yo'lga qo'yganmiz. Xudo xohlasa, eshitdilaringizmi qizlar? Chunki bu yerda turmushga chiqqanlar ham xohlaydi-yu, o'zini milliy ansambullarini kiyishni, kelin salom ko'ylaklarini kiyishni xohlaydi-yu. Shuning uchun o'shalarni yo'lga qo'ymoqchiman. Qo'yasiz, Zilolaxon, qo'yasiz. Mana yo'lga qo'ydik, yana ham rivojlantirib. Mana Zilolaxonga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga Zilolaxonni nimalarini qoldiraman, danlarini qoldiraman. Zilolaxon lekin juda ham men kelin ko'ynaklar, men o'zi oldin Durdon opamni serial kinolarida o'ynaganimda Durdon opamga kelin ko'ylak kiydirasiz deyaverardim-da. Voy Dildor, mencha kelin ko'ylak yaxshi ko'rsa, senga bitta kelin ko'ylak olib kelib beraman, shu yerga tashlab ketaman, kiyib yuraverasan, yugurib yurasan. O'shanda ham bir qaysidir kinoyimda kelin ko'ylak olib kelganlar, dengizni bo'yida yugurtirganlar, o'shani kiydirib. Oxirgi kelinda shunaqa qildik. Yo'q, oldik. O'shaqa kelinchakni libos kiydirib berdim. Dengiz bo'yida. Orqa tarafini ishlasak bo'ladimi o'shani? Ulug'bekka beramiz, qo'yib beradi montajda. Instagram, hech bo'lmasa Instagram variantimizga qilib bersin. Ulug'bek, eshitdingizmi? Qilib beradi, joy-joyga. Zo'r. O'shalarni Shunaqa qo'yamiz. narsa. Keyin o'sha go'zallik salonini maqsadim, hozirgi kunda Koreyadagi asosiy maqsadim go'zallik saloni ochish. Go'zallik saloni ochishimdan maqsad, bilasizmi, Koreyada hamma narsa zo'r. Kosmetologiya, plastik operatsiya, meditsina hamma narsa zo'r, lekin salonlarimizdagi xizmatlar O'zbekistonchalik emas. Masalan, qosh chizish, kiprik ekish, soch kesish, bu Koreya stilida qilishadi. O'zbek stilida yo'q-da. Shuning uchun qancha o'zbekimiz bor Koreyada. Rivojlanmagan. Shu o'zbek stilida masalan bizda to'g'riroq qosh xohlashadi, qalin kiprik yoki sochni boshqacharoq kesish juda ko'p. O'zbekistondan kelib yashayotgan, Koreyada yashayotgan ayol qizlar aytadi, "Voy, saloni yoqmadi, salonda bunaqa to'g'ri kelmadi menga" degan narsa bo'ladi. Shuning uchun o'sha go'zallik salonini olib kelishimdan maqsad o'zbek ayollariga, o'zbek ayollari uchun go'zallik saloni. Juda ham chiroyli. Men hozir shu gapingizga bitta gap aytib o'tib ketaman. Sochimni ukladka qildirgan. Endi ko'rsatuvlarga borsam ham sochimni 5 soat oldin. Hello degan ko'rsatuvim bordi, studiyada unda o'tirardi. Sochimni 5 soat unaqa qilishadi, bunaqa qilishadi, bunaqa qilishadi. Oxiri bitta qilib o'rib qo'yishardi. Eplasha olmasdi-da. Sochim uzun edi. Lekin shundag'ini O'zbekistonga borsam, oddiy Ali, erkak kishi, oddiy Ali sochimni shundoq tarab, mundoq quritib qo'yardi. Sochim shunaqa chiroyli turardi. Men aytaman, Koreyada nimaga unaqa qilishadi? Endi uzr, kechirasizlar, yomonlamayapman. Просто men aytmoqchimanki, bizning mentalitetimizda qila olmaydi. Salonlarida sochimni ukladka qilib qo'y deb borsam, tekis tortib qo'yadi. Tappaq qilib ketaveraman. O'zbekistonda ukladka qilib qo'ying, любой salonga kirasiz-ku. Sochim shundoq qiladi, sochim shunaqa chiroyli, jarang bo'ladi. Makiyajda ham hozir masalan O'zbekistondagi meykaplarni ko'rsam, juda ham zo'r usta, juda ham usta bilan ishlashyapti, mahorat bilan. Lekin Koreyada oddiygina. Endi bular o'zlariga yoqadi. Biz o'zbek qizlarimizga yoqmaydi. Ular hayotida bir marta to'y bo'ladi, bir marta esda qolarli kunida o'zgacha bo'lishni xohlaydi bizning qizlar, o'zgacha o'zgarishni xohlaydi. Shuning uchun maqsad qildim shu yerda davom ettirasiz, Alloh xudo xohlasa. Mana eshitdilaringmi? Sizlar kelinchaklar uchun men sizlarga juda ham zo'r Zilolaxonni topib beryapman. O'zi Zilolaxonni hamma taniydi. Yana bu ko'rsatuvdan keyin yana ko'proq aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib. Meni ham to'yga aytinglar-ki, birga boramiz. Zilolaxon, sizga savollar tuzib qo'yganman. Koreyada sizni eng hayratlantirgan narsa nima bo'lgan? Masalan, O'zbekistonda yo'q, Koreyada bor. Nimadir hayratlantirganmi sizni? Birinchi kelganingizni eslaysizmi siz? 2019-yil kelganda 90% hayratda yurganman. Yo'q-e. Juda ham hayratlangan. Birinchi kelgan odamda hayrat bo'ladi-yu. Bu yerda aholisi shu madaniyat juda ham hayratlantirgan, sabrliligi, odamlarda sabrliligi hamma yo'q, tartib bilan, vaqt soati bilan hamma narsa, masalan, uchrashuv belgilasak vaqtida borish kerakligi, odamlarni o'chirib kutishi, shunaqa madaniyati meni rosa ham hayratlantirgan. O'zbekiston savolga kelsak, O'zbekistonda yo'q odat, O'zbekistonda bor odat
Koreyada yo'qmi? Ikkinchi savol O'zbekistonda yo'q narsa Ha. nima bo'lishi mumkin? Masalan, man Koreyada, O'zbekistonda ovqat zakaz qilsam sal kechroq keladi. Koreyada birpasda keladi. Shuni bilaman xolos, o'rtadagi. Nima bor ekan O'zbekistonda yo'q narsa? Masalan, O'zbekistonda bor, Koreyada yo'q deb Hmm. desak, O'zbekistonda bizda farzand, ota-onaga mehri baland, ota-ona tuyg'usi, keyin jigar, oila degan tuyg'u juda ham kuchli. Koreyada hayratlantirgani meni shu narsa kamroq ekan. Kamroq. Ota-onaga nisbatan ozgina kamroq. Endi bor, hamma oilalarda bor. Ba'zi oilalarda shu ota-onaga qaramasligi meni hayratlantirgan. Ko'p mana Lekin shunaqa O'zbekistonda haqida. bunaqa narsa yo'q. Hamma ota-onasiga qaraydi. Hamma qaraydi, hamma mehribon, hamma o'sha oilasi bilan birga bo'ladi. Bu yerda shu narsa hayratlantirgan, o'sha narsa ta'sirlantirgan. Lekin madaniyat meni juda ham anaqa qilgan. O'rgangan narsam ko'p bo'lgan Koreyada. Madaniyati kuchli-yu, lekin shu ozgina qarigandan keyin o'sha onasini ozgina ko'chaga chiqarib turali onalar. Endi bilmadim ularda qanaqa hech intervyu bermaganmiz. Ko'p qariyalarni bilasizmi, korobkalar toshib yurishadi o'shalarning nima hayotini bilmayman, lekin ko'chaga bizda agar o'zbek erkaklari onasi shunaqa korobka tashib yursin, to'kadi, ona o'sha narsa meni juda qattiq bu yoqda unaqa emasda. O'shanisi. Nimaga bunaqa yuribdi bu degan xayol bo'lgan. Birinchi marta hayratlanganim o'sha bo'lgan menda. To'g'ri. Endi hozir zakaz qildim, ovqat 30 daqiqada keladi. Uni qildik. Koreyada birinchi marta yolg'iz yashagan. U yolg'iz sizga to'g'ri kelmaydi-da. Koreyaga kim bilan kirib kelgansiz? Siz turmush o'rtog'ingiz bu yoqda ishlaydilar. Bu yerda ishlaydi. Xo'jayinimning vizasi orqali siz kirib kelasiz. Oilamiz bilan. Voy, mashalloh. Voy, zo'r. Shunaqa biznesim tufayli O'zbekistonda ko'proq, Koreyada kamroq bo'laman. Agar u biznesim bo'lmaganda O'zbekistonda, Koreyada yashagan bo'lardim. Shuning uchun ilojim yo'qligidan, ishim yo'qdaligi uchun ketib turaman. Bordi keldi qilib turasiz. Zo'r. Koreyada O'zbekistonga qaytishga to'g'ri kelsa, yo'q, bu sizga to'g'ri kelmasa, Koreyada birinchi maoshingizni bu ham sizga to'g'ri kelmaydi. Mana nima savolida hali yolg'iz qolganingizda nimaga? Koreyada birinchi marta yolg'iz yashaganingizda eng qiyin narsa nima bo'lgan deyapti. Yolg'iz qolganim bo'lgan. Bo'lganmi? Ayting. Ayting. Koreyada biror marta yolg'iz qolganmisiz? Shuni qiyinchiligi nima bo'lgan? Ovqat qilishmi yoki tilmi yoki nima ishlarimi? Masalan, Koreyaning ishlarimi? Nimasi sizni anaqa qiynagan? Koreyada hamma narsa zo'r, bilasiz. Meditsina ham juda rivojlangan, hamma narsa joy-joyida. Men farzandim, 3-farzandimni Koreyada dunyoga keltirdim. Shu narsada yolg'izlikni his qildim. Banitsada yolg'iz bo'ldim. O'zbekistonda farzandli bo'lsangiz yolg'iz hech qachon qolmaysiz. Hamma ko'rgani keladi, tabriklagani keladi. O'sha paytda men yolg'iz bo'ldimda, keyin ming Koreya bo'lsa ham, ming sharoiti zo'r bo'lsa ham O'zbekistonga o'shanda yolg'iz qoldim. Keyin yangi farzandli bo'lgan odamda og'riqlar juda kuchli bo'ladi. Ham 3-farzand yoshimiz ham o'sha qolgan. Qiynaldimda, keyin hech narsa yoqmadi. O'sha yolg'iz qolganimda o'shanda bildim, banitsada bildim yolg'iz qolganim. Boshqa vaqtlarda yolg'iz qolmadim. Xo'jayinim edi yonimda. U banitsada xo'jayiningiz ham kirgizishmadi? Kirgizadi o'zi, meni xo'jayinim. Hech narsa unaqa narsalarga eplab berolmaydi. O'zbekistonda bola tug'sangiz hamma qaynona, ona, o'zini onasi, singlisi, opasi, qanaqadir ko'nglingiz ko'tariladi. O'sha yaqinlaringiz kelganda ham ana farzandli bo'lganingiz tabriklagani keladi. Bu yerda 20 kun yotaverar ekansiz, derazaga qarab hech kim kelmaydi. Bolangizni ham 10 kundan keyin beradi. Ungacha o'sha oraliqda yolg'izlikni anaqa hamma voy Koreyada tug'dingiz zo'r-a deyapti. Zo'rligi bilinmayapti-da o'zimligimga. Yolg'izligimda shunaqa bo'ldi. Yo, qaranglar. O'sha banitsada joningiz og'riganida yolg'izligingiz bilinar ekan, xolos, boshqa payt bilinmaydi. Farzandini masalan, men hozir aytmoqchi bo'lgan gapim farzandim dunyoga kelganda endi 3 oyligida endi sitor singlim kelib katta qilib bergan-u, eplaganmiz, bir nima qilib eplaganmiz. Lekin O'zbekistonda farzand ko'rsangiz,
ani qo'shningiz kirib ko'taradi, u qo'shningiz kirib ko'taradi, u qarindoshingiz kirib ko'taradi. Haligi bola katta bo'lib qolganini bilmay qolasizda, ona qiynalmay qoladi. qiynalmay qoladi, Bir yordam pasda beradi. bola katta bo'lib qoladi. Shunaqa. Koreyada unaqa emasda. Bu o'zi aslida meditsina tarafdan qaraganda mumkin emas, o'zi aslida odam kelishi, bolani ko'tarishi o'zi aslida mumkin emas. Koreyslar to'g'ri qiladi, lekin biz o'zbekligimizga boramiz ekanda. Bizni immunitetimiz kuchli-da. Bizga bo'laveradi, bizni bolalarimizni qarab berishsa yaxshi. Koreyada u anaqa immuniteti past bo'lsa kerakda endi. O'shaning uchun ham qo'yishmasa kerak. Ruxsat bermaydi. O'zimizga ham hattoki bermadi 10 kun, 10 kun o'zingizga, ular o'zlari sut ichirishadi, o'zlari cho'miltirishadi, har kuni cho'miltirishadi. Shuni bildingizmi? Cho'miltirib, har kuni qarab berishadi. Har kuni. Har chaqalonni cho'miltir. Cho'ribonmi? Cho'ri, u qimmatida yotgan ekansiz-da. Men endi qiynalganimdan yotganman o'shanda. Ana juda ham kattaligi uchun, farzandim katta tug'ilgani uchun yotganman. Lekin farzandimni har kuni cho'miltirishardi, har kuni. qarab bergan narsasiga Umuman sen dam ol, sen uyga chiqib ketganingda qaraverasan, bolani hozir bizga ber deyishardi, tashlab qo'yardi. Ko'rgim kelib sog'inib ketardi. derazadan qarab ko'raman. Shu narsada yolg'izlikni his qildim. Boshqa payt lekin juda yaxshi odamlar, keyin o'zbek yaqinlarimiz bor. Shuning uchun unaqa yolg'izlikni his qilmaganman. Qarang, men o'shandan beri tanirdim-ku sizni, nimaga bilmayman men tuqqaningizni. Sirli ravishda orada uncha odam bilmay qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'q bo'lib qolib, anaqa qildi. Yo'q bo'lmadim, davom ettirdim, faqat farzandli bo'lganim unaqa darajada aytmadik. Bilmasdan, mashalloh. Bilmasdan Koreyada rizqi bor ekan. Lekin bola juda ham sog'lom. Mana ikkita akasidan ko'ra bu bola boshqacha katta bo'lyapti. Bari bu yerda tug'ilgani, bu yerda privkalarni olayotgani, bu yerda nazoratda turgani bilinadi bola. Shunaqa zo'r. Immuniteti ham yaxshi, harakatlari. Privkalarni ham shetda oladi. O'shaning uchun kelamiz. Bu yoqqa. Biz Koreya bilan O'zbekiston ham yaqingina joy bo'lib qoldi. Qo'shni kelaverib, borib kelaverib. Voy, mashalloh. Endi Koreyada birinchi maoshingiz degani hozir birorta kelinni yasantirganingizda o'sha birinchi maoshingiz bo'ladi. Kelin ko'ynakda libos pulini ham berishadi, borib makiyaj qilib berganimni ham. O'shani endi necha pul berganini aytmadi, nima sotib olgansiz o'shani puliga? Farzandlaringizga narsa bo'lsa kerak menimcha. Sразу qilganman, keyin ko'proq men xo'jayinimga pul berishni yaxshi ko'raman. Sразу har doim shunaqaman. Voy, kerak emas, puling o'zing ishlataver desam, qanaqadir maza qilaman o'sha odamga pul bersam. Baraka bo'ladi shekilli-da, shunaqa shekilli-da. Mana meni bo'ydoq yigitlarga ham yaxshi sizga o'xshagan qizlarni arziysiz. Turmush o'rtog'i bilan birga qilgan barakali bo'ladi. O'sha odam o'zi qanaqa qilamiz? Baribir o'zingizga qaytarib beradi-da, baribir o'ziga narsa beradi. O'sha o'zingizga qaytarib beradi. Bera qolganim yaxshi. Hurmat. O'sha juda ham chiroyli. Koreyada yashab o'zbek qizlari nimani o'rganish kerak deb o'ylaysiz va koreyaliklar o'zbeklardan nimani o'rgansa yaxshi bo'lardi ekan? Aytib o'tdik shekilli. Yana eslaganingizni ayting. Koreyadagi qizlar Koreyadagi qizlar nimani o'rganish kerak? O'zbek qizlari. Koreyaliklar nimani o'rganish kerak? O'zbekistonni nimasini o'rganish kerak? Endi to'g'ri, biz O'zbekiston qizlari ham tartibli, sabrli, hamma narsasi joyida, lekin ko'proq shu sabrni o'rgansa bo'ladi bularda. Hamma narsani tartib bilan qilishdi, hamma narsani joy-joyida qilishdi. Shu narsalarni o'rgansa bo'ladi koreyslardan. Keyin o'sha o'rganadigan nimasi bo'lishi mumkin? Men ham hech o'zbek qizlar bilan koreyalik qizlarni solishtirmagan ekanman. Koreys qizlari lekin bizdan o'rganadigan narsasi menimcha. Chunki bularning mentaliteti bilan bizning mentalitetimiz biriga to'g'ri kelmaydi. Koreys agar o'zbek bo'lmoqchi bo'lsa o'rganadigan narsasi ko'p. O'zbekka turmushga chiqmoqchi bo'lsa o'rganadigan uy tozalashni o'rganish kerak. Qaynoq-qaynoqani xizmatini qilishdi. Sahar turib eshik supurishni o'rganish kerak. O'rganadigan narsasi ko'p. Masalan, o'sha kattalarni hurmat qilishi, oilaga mehr berishi, turmush o'rtoq birinchi o'rinda ekanligini koreys qizlari o'zbek qizlaridan o'rgansa bo'ladi. O'zbek qizlari deyarli hamma narsani biladi. O'zbek qizlari hamma narsani biladi. Yoshligida keyin qayerda bo'lsa o'zini yo'lini topib keta oladi o'zbek qizlari. Menimcha shunaqa. Masalan, hozir koreys qizlarini O'zbekistonga olib borib qo'ysangiz, endi yashab ketishi mumkin, 80% yashab keta olmaydi, qiynalishi mumkin.
o'qishda ham, o'qishga borsa ham, yolg'iz yursa ham, biz o'zbek qizlarini olib kelib qo'ying, ishlaydi ham, o'qiydi ham, biznesini ham qiladi, kosmetikasini ham sotadi, yo'lini ham topib keta Juda oladi. juda dadil. Biz Dadil. uchrashgan qizlarimiz ko'pi shu dadil. Men ko'rgan qizlarda ham shunaqa ko'pi dadil. Keyin vaqti yo'q boshqa narsaga. Masalan, ko'proq noto'g'ri fikrlar bo'ladi-yu, Koreyada o'qigani, Koreyada yurgani to'g'risi. Men tanigan qizlar bo'yicha, men shu 8 yildan beri ko'rayotgan qizlarim bo'yicha hech qanaqa xulqi yomonni ko'rmadim yoki noto'g'ri yo'q. Sababi uni vaqti yo'q. Vaqti yo'q. U o'qiydi, uni maqsadi bor. Bu yerga kelishdan maqsadi o'qishi, ishlashi, pul topishi, o'sha kontraktini to'layman deydi, boshqa qilaman deydi. U bekorchi emas-da, u boshqa narsaga. U bekorchilikdan chiqadi. Shuning uchun Koreyaga kelib o'qiyotgan qizlarni men 99%ni 99%ni yaxshi deb o'ylayman. Endi bo'lishi mumkin bitta-ikkita biz bilmaganlar, lekin 99% qizlari aqlli qizlar. Juda dadil qizlar, chunki musofirlik birinchi o'rinda. Onasi, bizni o'zbek qizlarimiz ko'proq onasini o'ylaydi, oilasini o'ylaydi, onamni yuzini yerga qaratmayman, onamni aka, yuzini. dada birinchi o'rinda. Bizda shu tarbiya zo'r bo'lgan bizda. Judayam Qizlarimizda chiroyli. bu narsa ongiga singdirilib kelgani uchun, shuning uchun borsa aynib ketmaydimi, o'qishga borsa qiynalmaydimi degan savollar ko'p berishadi menga. Siz Koreyadasiz, u qizlar shunaqa bo'lmaydimi? O'ziga bog'liq. Tarbiyasiga, o'ziga bog'liq. Uni maqsadi nima ekanligini, nima maqsadda kelganini o'zi bilsa, vaqtini teja olsa, vaqti qanaqa qimmatligini bila olsa, o'zi ma'lum bir vaqtga kelgan. Shu vaqt ichida tez-tezda o'qib, tez-tezda pulini qilib, ishlab, hamma rejalarni qilib, tezroq yurtiga qaytgan. Eshityapsizlarmi? Zilolaxonni gapini o'tkazmasdan ko'ringlar. Men bitta Ziloxonni gapini eshitinglar hammanglar. Hammasi sizlarga kerakli, qizlarimizga kerakli. O'zbekistondagi qizlarga ham kerakli, Koreyadagi qizlarga ham kerakli. Kelinglar o'qishga. Shuning uchun kelib o'qishlari tarafdoriman. Juda ham kelib o'qisa, masalan, ko'pchilik aytadi, siz 3 ta o'g'lingiz bor mana deydi. Xohlarmidingiz Koreyada o'qib kelgan qizni kelin qila olarmidingiz? Biz Andijonda shunaqa narsa ko'proqda chet elga borib kelgan qizni kelin qilishga o'ylanib o'tirishadi, o'ylanishadi. Hozirgacha bor. Endi rivojlanyapti, hozirgacha bor va o'ylanishadi chet elga o'qib kelgan. Men xohlardim. Xohlardim shunaqa qizlarni, chunki u musofirni ko'radi, ota-onasidan yiroqda bo'lishni ko'radi, u uydan ajraladi-da, u boshqa muhitda yashab ko'rdi. Bundan o'sha muhitda yashab keta oldimi? Bizni muhitda ham yashab keta oladi. Bemalol olib keta oladi. Keyin pulni qadrini, inson qadrini biladi. Shuning uchun musofirda o'qib kelgan tarbiyali oilani qizi bo'lsa, albatta. Ana, voy. Zo'r keng bo'ladi. Chet el ko'rib, masalan, O'zbekistonda o'sha Andijonda masalan o'zimizda u qiz o'zimizda o'qisa, Andijonda o'qisa, bir 10 ta odam bilan suhbatlashib, 10 ta odamning fikrini bilib, 10 ta odamdan yaxshi narsalar o'rgansa, dunyoga kelsa, boshqa davlatlarga kelsa, masalan Amerika, Koreya, qayerda bo'lsa ham 100 ta odam bilan gaplashadi, 100 ta odam narsasini o'rganadi. Shu menimcha ancha-muncha yaxshi taraflari bor. Juda yaxshi taraflari. O'zi qaysidir eskilar aytarmidi, nima musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmasin emish degan. Yo, ashula bormi bilmayman, ish qilib eshitganman-da, shunaqa gap bor. O'shaning uchun men aytaman. Musofirlikni ko'radi-da, baribir qiyinchilikni ko'radi. Ota-ona qadriga yetadi. Bemalol turmushga chiqsa, o'sha oilani ham bemalol olib keta oladi. Chunki u etapdan o'tib bo'ldi-da. Yolg'iz ham yashab ko'rdi, qiynalib ham ko'rdi, och qolib ham ko'rdi. Shuning uchun o'sha hayotiga, masalan, yaxshiroq hayotga tushsa, Xudoga shukr, voy, shunaqa chiroyli oilam bor deb qadriga yetib yashaydi. Voy, mashallah. Hamma yaxshi qizlarga sizdaqa qaynona nasib qilsin. Voy, Zilola, siz o'sha qanaqa qaynona bo'lib oldingizmi? Katta farzandingiz necha yosh? 14 yosh ozginadan keyin uylanadi. 5-6 yildan keyin uylantiramiz. Xudo xolasa. Qaynona bo'lasiz ekan-da, voy. Zilolaxon Janubiy Koreyada kosmetologiya ochgan bo'larmidingiz? Shu yo'nalishni Koreyada ochgan bo'larmidingiz? Koreyada to'g'ri ishlash yaxshi, bu nufuzli narsa bo'ladi. Agar Koreyada ochsak, lekin ochmagan bo'lardim. Koreyadagi muhitni, Koreyadagi kosmetologiyani, Koreyadagi klinikalarni O'zbekistonda ochgan. Shu narsani tartibni, kosmetologiyasini O'zbekistonda qilgan bo'lardim. Shunaqa klinika
chiqish maqsadim bor, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa oching bor O'zbekistonda ochmoqchiman. O'zbekistonga boraman unda. Xudo xohlasa. Zilolaxon, oxirgi savollarim. Qarang, O'zbekiston bilan Koreyani vaqtni qadrlash, или vaqtini masalan uchrashuvga taklif qilganda, yo to'yga taklif qilganda, vaqtni o'sha vaqtiga qilib kelishadi-ku. Koreyada masalan 20 minut oldin kelishadi. O'zbekistonda sal kechikishadi, men ko'rganlarim. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz ham mana Koreyada anchadan beri yashab yuribsiz. Bu menimcha yomon odat deb o'ylayman. Kech qolish yomon odat. Chunki odam birinchi o'rinda o'zini, vaqtini hurmat qilish kerak. Vaqtini qadriga yetish kerak. Nima uchun? Shu vaqtga aytilgandan keyin taklif qilingan odamni hurmat qilish kerak. O'sha vaqtga aytildimi, bu hurmatda vaqtida yetib borib, vaqtida o'sha ishni bitirib, vaqtida tugatgan bu hurmat. Chunki o'zini qadrlasa, vaqtini qadrlasa, shundagina ishlari rivojlanishi mumkin-da. Bu narsani biz O'zbekistonda afsuski juda ko'p joylarda bor. Vaqtida kelmaydi. Vaqtida yozilgan, masalan, bizda ham shunaqa narsa bo'ladi. Kosmetologimiz, patsientlarimiz mana u vaqtda, mana u vaqtga yoziladi, bemalol sekin keyinroq kelishadi. Ayrimlar, hammasi ham emas. Shu narsa noto'g'ri. Chunki keyingi kelayotgan klientimiz, patsientimizga vaqti to'g'ri kelmay qoladi. Ikkalasi ham teng kelib qoladi. Shuning uchun vaqtni qadriga yetib, o'zini qadriga yetib, vaqtida borgan yaxshiroq. Koreyada shunisini hurmat qilaman, vaqtida boradi. O'sha uchrashuv ham, yozilgan nimalar ham vaqtida bo'ladi. Shu menimcha hammasi yaxshi bo'ladi shunaqa. Qaranglar azizlar. Men oilam endi koreyaliklar, oilam koreys fuqarolar-ku endi hozir bu yoqdagi oilam hammasi Koreya fuqaroligi ham koreyslar, haqiqiy. Shu koreyaliklar aytishadiki, har doim kimnidir sevgisiga, kimnidir hurmatiga, kimnidir muhabbatiga loyiq bo'lishni xohlasang, vaqtingni 20 minut oldin bor. Kimnidir hurmatiga loyiq bo'lmoqchi bo'lsang ham, seni chaqirilgan vaqtdan 20 minut oldin bor dedi. Kimgadir yoqmoqchi bo'lsang ham, sen chaqirilgan vaqtdan 20 minut oldin bor. O'sha seni yashab ketishingga juda ham chiroyli. Endi vaqtni qadrla deganida, endi birovni odamni ham qadrla, o'zingni ham qadrla, ham o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ham eng chiroyli, eng qulay, osongina yo'lda shu, osonginasi. Bu narsani yo'lga qo'yganlar ko'proq o'zini hurmat qilganlar, fikrlash doirasi keng, to'g'ri qabul qilganlar. Buni noto'g'ri qabul qiladiganlar ham bor-da, yo'q, erta borib qo'ysam hurmatim to'kilib qoladi degan narsa bor O'zbekistonda. Bu achinarli holat bor-da bu narsa. Bu endi bu o'zini ham hurmat qilmaydi, shu fikrlash doirasi sal ozgina to'g'riroq odamlarda shunaqa. Ana, Zilolaxon, juda ham to'g'ri aytdingiz. Men shu gapni eshitganman mana. Men erta borib qolsam, hurmatim to'kilib qoladi degan gapni. Voy, og'zim ochilgan, voy, men juda yosh ketgan ekanman men Koreya, O'zbekistondan deyman-da. Bor, bitta-ikkita shunaqa odatlar bor bizda. Iloji bo'lsa shu narsalarni yo'q qilish kerak. Hamma o'zini vaqtida bo'lgani yaxshi. To'y masalan Koreyada 12 ga to'yga chaqirishadi-da, 20 minut oldin boramiz, to'yga ham xursand bo'lib ketishadi, kelin kuyovlar ham ko'rib, haligi erta kunda. Bizda 6 ga chaqirishadi. O'tgan bir qaysidir 10 yil oldinmi bir rejissyorning to'yiga borganman. 6 da chaqirilgan, 6 ga boryapman. Hech kim yo'q. To'y bo'lyaptimikin, bo'lmayaptimikin deb qarayman, hech kim yo'q. Soat 8 da kelishdi. 8 da sekin kelishdi. Voy sharmanda dedim. Hali och qolganga o'xshab, men o'zim o'shnaqa bo'ldim. To'yga ovqatlangani borganda och qolgan. Hech narsa yemadim men shu kuni o'sha to'yda. Yo'q, bu hurmat bo'ladi. Odam o'zini hurmat qilishi, vaqtini qadriga yetishi bo'ladi. O'shancha o'z vaqtida borgani, o'z vaqtida qilgan. Qani bizdagi muhtam shunaqaga almashsa qani. Xudo xohlasa sekin-sekin olib kiramiz. Zilolaxon, siz ham bordi keldi qilyapsiz, kiradi, Xudo xohlasa. Zilolaxon, bugun rahmat katta, mazza qilib suhbat qurdim. Siz oxirgi Koreyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun, o'zi haligi bir xil tushkunlikka tushib qoladigan ayollar bo'ladi. Masalan, tuqqandan keyin tushkunlikka tushadi, yo'q, o'zi ikki qatlik paytida. Shular uchun ozgina motivatsionniy, qanaqa qilib qiyinchiliklardan chiqib ketasiz? Shularga oxirgi gaplaringizni gapiring. Yaxshi, endi Koreyaga kelmoqchi bo'lgan ayollar bilsangiz, biz O'zbekistonda juda ham orzu qilishadi, kelishdi, juda ham havas qilishadi Koreyaga borganlar. Harakat qilish kerak. Bu ushalmaydigan orzu emas. Orzu Koreyaga borish deyshadi. Ushalmaydigan orzu emas, harakat qilib ko'rish kerak. Til o'rgansin, boshqa tomonlama o'rgansin. Shu tomonlama qachonki odam o'zi harakat qilib, o'zida xohish bo'lib, qanaqadir bir reja qo'yib, shu rejani amalga oshiraman desa, hamma narsaga erishadi. Tushkunlikka tushayotgan ayollarga keladigan bo'lsak,
bu narsa faqat orqaga olib ketadi. Bu Ha. narsa hamma narsada, rivojlanishda ham, oilasida ham, farzandlarga tarbiya berishda ham, Hmm. turmush o'rtog'iga yaxshi ayol bo'lishda ham orqaga ketadi. Hmm. Shu narsalarda yo'q, oldin bo'laman, men eng zo'ri bo'laman, eng yaxshisi bo'laman degan odam o'ziga avvalo motivatsiya beradi. Men eplayman mana shu narsani, bu narsani qilaman. Nima uchun? Endi tushkunlikka tushishimiz kerak. Shu tushunmayman-da, tushkunlikka tushib qoldim deyishaveradi-yu. Ha, ha, Nima ha, tushasan, tushunma. ha. Seni bir olib ketmayapti o'sha Ha, yerga. ha, ha, Tushunma, ha. bo'ldi, chiq. Shuni bajaraman, shuni qilaman. Tushkunlikka tushishga vaqtim yo'q. Hmm. O'ylamayman. Ha. Hech qachon shu paytgacha o'ylamaganman. Ha. Nimaga uni o'ylashimiz kerak? Nimaga biz tushkunlikka yengilishimiz kerak? Ha. U maqsadimizga erishish uchun harakat qilishimiz, masalan, men uchun ham orzu edi. Koreyaga kelish xayolim ham kelmagan. Koreyaga kelib, salon sohasida ishlab, o'zim yaxshi ko'rgan kosmetika biznesimni bu yerda qilishni men tasavvur ham qilmaganman. Lekin harakat qilganman, umid qilganman. Umid qilaverish kerak. Keyin eng asosiy narsa bor, bu duo. Duo qilish kerak. Allohdan so'rash kerak. Allohdan so'rab, Allohga ishonib, duo qilaversangiz, qancha Xudodan ko'p so'rasangiz, hamma narsaga erishasiz. qarang siz Alloh derkansizda tushkunlikka o'zi tushkunlik shaytondan deyishar ekan. To'g'ri, To'g'ri, Qur'oni shundan Karimda ham o'qiganman-da, tushkunlik faqat shaytondan. Shuning uchun faqat yaxshi narsalarni qilaverish kerak, yaxshi narsalarni o'ylayverish kerak. Deb hozir siz ana Alloh derkansizda hamma ishingizga o'zi Alloh to'g'rilab qo'yar ekanda. O'shaning uchun siz tushkunlikka tushmaysiz. Shayton yo'ldan urolmaydi. Tushkunlikka tushmaysiz. Shu urushga ham o'zimiz sababchimizda, o'zimiz yengilib qolishimiz mumkin. Yengilmash kerak, nimaga endi unga yengilishimiz kerak. O'sha narsani bilib, masalan, hayotimizda ikkita yaxshi narsa bo'lsa, 10 tasi yomon bo'lsa, shu ikkitasini o'ylang. O'sha narsa uchun harakat qiling. Alloh menga shu ikkitasini berdi-yu. Yuribman, bu kasal yotganim yo'q. Farzandim bor, unisiga ham erishaman deb harakat qilsin, faqat harakat qilish kerak. Ana Harakatlaringizmi? Uyda o'tirib olib, bir kun Alloh beradi desa hech qachon bo'lmaydi. Bir kun turmush o'rtog'im olib beradi, shu olib berishga majbur desa ham bo'lmaydi. Faqat harakat. Ana Orzu maqsadga qarab intilaverish kerak. Biznesni boshlashda ham bo'ladimi, o'xshaydimi? Shu ham noto'g'ri narsa. tavakkal boshla. Tavakkal. Odam harakat qildimi, nima yutqizsa, nima endi nima o'tiradi? Tajriba o'tiradi. Keyingi safar yutqizdirmaydi. Shunaqa narsa. O'shaning uchun harakat qilib ko'rish kerak hamma narsada. Ana eshitdilaringizmi? Bu ko'rsatuvni ko'rsalaringiz Zilolaxondan judayam katta narsalarni olasizlar. Rahmat katta Zilolaxon. Rahmat sizga ham. Juda ham xursand bo'ldim bugun ko'rganimdan. Endi tez ko'rishib turamiz. Ko'rishamiz. Taklif uchun rahmat sizga. Rahmat katta.